So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda ba'zi bir shaxslarning hayvonlarga shafqatsiz munosabatda bo'lgan holatlariga guvoh bo'lmoqdamiz. Jumladan Jizzax viloyati Zafarobod tumanida eshak hayvoniga ana shunday shafqatsiz munosabatda bo'lgan haydovchining harakatlari ushbu holatga befarq bo'lmagan fuqarolar tomonidan video tasvirga olinib, ijtimoiy tarmoqlarga joylandi va bu holat turli muhokamalarga sabab bo'ldi. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan olib borilgan tezkor tadbir natijasida haydovchi shaxsiga aniqlik kiritildi. Holatga o'zingiz oydinlik kiriting, nima uchun ushbu xatti-harakatni sodir etgansiz? Namangan viloyati Pop tumanidan dehqonlarni ko'chani olib kelayotgandik. Yo'lda mashinamiz yo'l o'rtasida atkazib qoldi. Mashinamiz yukxonasida bir dona eshak bor edi. O'sha dimiq qolmaslik uchun tushirib turdik. Mashina sozladingizmi? Mashinada zapchas keldi, mashinani sozladik keyin. Nimaga ortmadingiz? Mashinada ortishga sharoit bo'lmadi o'rda. Sal balandroq joyga olib borib yuklamoqchi edik. Qancha masofada harakat? 100 metr, 150 metr. Yo'q, yashash xonadonigacha shu holatda olib bormoqchimidingiz? Yo'q, unda emas edi. Sal balandroq joyga borib yuklamoqchi edik. O'sha payt ortishga sharoit bo'lmadi lekin ko'tarib yuklanmadik. O'zingiz mana sodir etgan xatti-harakatingiz to'g'ri deb bilasizmi? Yo'q, qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Har qanday sharoitda ham hayvonlarni bu tariqa harakatlantirish yoki transport naql portlash sudirash mumkin emas. Bunga javobgarlik bor, bilasizmi? Bilaman, qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Boshqa qaytarilmaydi. Bilib bilmay qilgan ishi uchun haydovchi afsusda. Biroq qilingan har qanday noto'g'ri harakat yoki tashlangan noto'g'ri qadam javobgarlikdan sizni qutqarib qolmaydi. Mazkur haydovchiga nisbatan qonunda belgilangan tartibda chora ko'rildi. Fuqaroning qilgan xatti-harakati yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 111-moddasi, ya'ni hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lganligi sababli fuqaroga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, to'plangan hujjatlar qonuniy qaror qabul qilishlik uchun sud idoralariga yuboriladi. Nima bo'lganda ham tabiatning ajralmas bo'lagi bo'lgan hayvonlarga shafqatsiz munosabatda bo'lishni oqlab bo'lmaydi. Tabiatga, hayvonot olamiga nisbatan turli salbiy holatlarni yuzaga keltirganlarga nisbatan jazo muqarrardir.